Assalomu alaykum barchaga chorva olami obunachilari hamda mana bunday shved bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani har doimgidek o'zimizning xonadondan sizlar uchun bo'g'oz mollarini chiqarishlikda davom etyapmiz. Hafta kuniga dushanba 2026-yil 8-iyun sanasida kimga sifati biz bergan ma'lumot to'g'ri kelsa bemalol 95-059-33-36 ga aloqaga chiqaverasizlar. Aka-ukalar, Qirg'iziston Shvediyadan istab yurmadingiz, mana siz uchun olib kelib qo'ydik. Avvalgi 6 ta chiqarganimizni hammasini sotdik. Bugunga bitta yangi partiyamizga bir donasi keldi. Toza Shveddan istab yurgan aka-ukalarimiz uchun. Joning sog' bo'lganda sifatini ko'ryapsizlar. Birinchi qoringa aka-ukalar 7 oylik bo'g'oz 6,5 oylikka hisobini olaverasizlar. Biz 15 kun pas etaveraylik. 15 kun yetib tursa, sizlar xursand bo'lasizlar. Tushlarni qaranglar. Birinchi qoringa. Hop, bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari 1.35. Yuvashliklari o'ta yuvosh. Bo'lmasa yuvashliklarni bir ko'rsatib qo'ying, Qahramon aka. Aka-ukalar o'ta qo'g'il. qovullari, vobshe yuvashliklari mana. O'ta qo'g'il akalar. Birinchi qoringa mol kichkina mol emas, mol katta mol. Qovullarini ham Hozir olaman. Yuvashliklari hamma joyi zo'r, az kuratishlarni ham ko'rsatamiz akalar. Mana sog'liqlarni ham ko'ryapsiz. Joning sog' bo'lsin. Tishini ochib qo'yaylik bitta. Aka-ukalar, hamma yeri zo'r molimizda. Kuratishlarni ko'ramiz hozir. mana Baquvvatda jonivar. Mana tishlari. Ek kurak to'rinchisiga endi harakat qilyapti ekan akalar. Ek kurakda boshmana chiqarib bo'lgan. Akalar 7 oylik bo'g'oz 6,5 oylikka olaverasizlar. Hop, narxiga akalar 40 million so'm kami xayri bor. Dastavkasi vodiy bo'ylab bor. Oha tomonlarga kelishilgan holatda bo'laveradi. Bemalol aloqaga chiqinglar, xudo xolasa kelishamiz. Bo'yi 1.35, mol kichkina mol emas, katta mol. Yedi ishtilari zo'r, tana joni sog'lom. Yuvashligini, tishlarini, hamma joyini ko'rdilaring. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda diydor ko'rishguncha.